onlayn ishlashni xohlaysiz, lekin ishni aynan nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Hozir sizga kichkina ammo juda ham kerakli maslahatni beraman. Eng oxirida eng zo'rini aytaman. Eng avvalo o'z qiziqishlaringizni aniqlab oling va bu hobbingiz asosida Instagramda o'z blogingizni yuritishni boshlang. Bir qancha tekin darsliklar va ijtimoiy tarmoqlar orqali berilayotgan kontentlardan o'rganib, o'z blogingizni rivojlantiring, obunachilarni ko'paytiring. Bir yildan beri shunday qilaman, hech qanday natija yo'q-ku deyapsizmi? Shu yerda to'xtang. Agar siz xuddi shu yo'nalishda davom etsangiz, yana bir yildan keyin ham hech qanday natijaga erishmagan bo'lasiz. Eng to'g'ri yo'l o'zingiz qiziqayotgan sohada ustoz bilan birgalikda ish boshlash. Ustoz bilan birgalikda siz bir yilda erisha olmaydigan natijangizga 3 oyda erishishingiz mumkin. Bu yerda eng muhimi to'g'ri ustoz tanlay bilishda. Energiyaga boy, qadriyatlari sizning qadriyatlaringiz bilan mos keladigan ustozni tanlang va 3 oydayoq o'z daromadingizga ega bo'ling.